Assalomu alaykum. Hop, xattotli darslarimizdan davom ettiramiz inshaalloh. Riqohat turiga kelganmiz. Bugun riqohat turi bo'yicha birinchi dars. Hop, biz uchun nima kerak? Biz oldin, ya'ni shark ruchkada darslarimizdan davom ettirayotgan paytimizda bunaqa ruchkadan foydalanayotgandik. Ya'ni o'sha ingichka buni. Ko'rdingizmi? Endi boshqa ruchkaga o'tamiz. Riqohat turi bo'lgani uchun, ya'ni bunaqa ruchkada. Bu ruchkadan foydalanamiz. Hop, buni uchi qalinroq, mana ko'rasizlar. Uchi qalin buni. Bunga nisbatan. Bunda ingichka, bunda qalin. Hop, bu bilan buni nima aloqasi bor, nima foydasi bor desangiz, biz bu ruchkada tez yozishni o'rganardik, to'g'ri. Tochkalarni qo'ysak, nuqtalarni qo'ysak, qolib ketardi, misol uchun. Bunda qo'ysak, shu tochkalar deyarli ronni qo'yiladi, ham qalin bo'lgan inobatga olgan holatda riqohat turimiz chiroy beradi ozgina. Hop, rasmini tashab qo'yaman. Buni qayerdan olsanglar bo'ladi? O'sha nima edi oti? O'sha daftar, o'quv qurollari sotadigan joylarda bor, bu narsalar konservalarda bor. O'sha yerdan sotib olsanglar ham bo'ladi. Topa olmasanglar, oddiy o'zimizdan ruchkadan ham foydalanaversak bo'ladi. Tushundingizmi? Hop, birinchi bo'lib boshlaymiz xat turimizdan. Hop, undan oldin ma'lumot berib ketaman. Bu xat turi nima uchun bizga kerak? Riqohat turi kimlar uchun kerak degan savol bilan boshlasak, ancha yaxshiroq bo'ladi. Riqohat turi tez yozishni xohlaydiganlar uchun ayni muddao, ya'ni shoshilib turgan paytda tez ilg'ab olish uchun, tez yozib olish uchun riqohat turi ko'p tanlanadi. Riqohat turini diyori Misr diyori deb eshitganman shaxsan o'zim. Agar boshqa diyorlarda ham, ya'ni mamlakatlarda ham riqohat turi keng tarqalgan bo'lsa, kommentariyaga yozib turasizlar. O'zim ko'p ko'rganman misrlik ustozlarimdan. Riqohat turida yozishadi. Ya'ni yozuvligi riqohat turiga tortib ketgan. Aksar o'zi shahar ham aksar qismi riqohat turida yozadi deb eshitganman. Riqohat turi tez, ham boshqa xat turlariga qaraganda ham chiroyliroq, kichkina. Ya'ni o'lchov miqdoridan ham ancha kichkina bo'ladi. Biz ikki qatorga alif yozatdik, ikkita kataga alif miqdorini yozatdik. Bu harflar endi riqohat turida bu bitta kataga tushadi. Masalan, alif harfini yozaylik. Alif harfi har doimda ingichka bo'ladi, o'ng tarafga og'ib turgan holatda bo'ladi. Bu hozir o'lchov birligi bizda. Ko'rasizlar, qarang, ruchkani o'lchov birligini qarang. Misol uchun, men bu ruchkada yozib ko'rdim, bunisida yozdim. Ancha bilinadi. Xo'p, alif harfimiz bizda. O'ng tarafga og'gan holatda, mana shunaqa qalin bo'lib turadi. Bu alif harfimiz. Alif harfi deyarli oson, unaqa mashq qilib o'tirish shart emas, diqqatli bo'lsa bo'ldi. Ba harfini yozamiz. Ba harfi shu bosh qismini yozib olamiz oldin. Bosh qismini yozganimizdan keyin o'sha osti qismi bo'ladi. Faqat bu yerda 1,5 kataga mo'ljallaymiz. Ozgina qaytarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ya'ni yana ham chiroyli chiqish uchun qarang. Bu yerda nima hol yuz beryapti bizda? Bu yoq qismi kattaroq, bunga nisbatan. Bu yoq nisbatga olsak, bu yoq qismi kattaroq, bunga nisbatan. Tushundingizmi? Nav yo'li bo'lib turadi. Yana bitta yozib beraman, qarang. Hop, sal yozmay qoldirishamiz. Xuddi shu holatda bo'ladi. Hop. Yozishdan oldin bu ruchkani juda ham ko'p yozib tashlash kerak. Ya'ni chiroyliroq chiqishi uchun, ham sirliroq yozish uchun. Ba harfini bu birinchi ko'rinishi, ba harfini ikkinchi ko'rinishi ham bor. Uni ham yozib beraman. U sal boshqacharoq bo'ladi. Uni ham hali ko'rmagansiz. Pastdan chiqadi, ya'ni bosh qismi pastdan olib chiqadi. Biza ost qismini tepadan yozib qo'yamiz. Qanaqa bo'ladi? Mana bunaqa bo'ladi. Ko'rdingizmi? Bunaqa holatda bo'ladi. Bu yerda ham o'lchov birliklari qanaqa bo'ladi? Bunga nisbatan bir-biriga nomutanosib deydimi? Shunaqa bo'ladi. Yana bitta yozib ko'rsatsam, qarang. Shuni yozasiz. Shuni yozaverasiz. Oson, xudo xolisa. Ikkinchini ko'proq ishlatganim uchun o'zimga yoqadi. Qanaqadir
so'zlarni boshlayotgan payti ham xuddi shunaqa ko'rinishda boshlayman. Ya'ni boshini mana shu pastdan olib chiqaman. Tepadan emas, pastdan olib chiqaman. Xo'p. Kaf harfiga kelsak, kaf harfimiz bizim alifdan boshlaymiz birinchi bo'lib. Alif yozib olamiz. Pastiga, ya'ni osti qismiga ba harfini uladik. Keyin nima qilamiz? Bizda kaf harfini bildirib turuvchi o'ziga yarasha zinak deydi. Ya'ni zinak o'zbekchasi qanaqa? Belgisi. Qanaqa edi? Nasl Buxoriy xat turdi bunaqa. Nasl Arabiyda bunaqa. Ya'ni aslo bunaqa ko'rinish, ya'ni hamza ko'rinishda yozib qo'yishimiz kerak emas. Tushunarli? Xo'p, biz yozib o'tdik. Qarang, riqo xat turida boshqacha bo'ladi endi zinagi, ya'ni belgisi. Alif yozdik. Alif yozganimizdan keyin ostiga ba harfini yozdik. Ba harfini yozganimizdan so'ng ozgina bosh qismiga tekis qilib yuramiz. Mana bunaqa holatda pastga qaltirib qo'yamiz. Ko'rdingiz? Bu kaf harfi. Ya'ni riqo xat turidagi o'ziga xos kaf harfi. Bu qaltirib qo'yganimiz nima bo'ldi? Bizani kaf harfini o'zini bildirib turuvchi, ya'ni kafligini bildirib turuvchi o'ziga xos belgisi bo'ldi. Belgisi shuni ichiga kirib ketgan. Boshqa xat turlari ham xuddi shunaqa bo'lgan kabi. Ya'ni lam bilan kaf bir-biriga kelib qolsa, ketma-ket kelib qolgan paytda kafligini bildirib turuvchi alomat bu. Aslo anaqa yozib qo'yish kerak emas. Misol uchun alif yozdingiz, keyin sirazi yozib, anaqa dumaloq qilib qo'ysangiz ham xunu. Aslida xunu bu narsa. Lekin agar siz shoshilib yozayotgan paytingiz bu narsani umuman aloqasi yo'q. Xunu yozasizmi, chiroyli yozasizmi farqi yo'q o'zi. Bunaqa yozsangiz ham bo'ladi. Lekin sizga ya'ni chiroyli bo'lib chiqishi uchun kerak bo'lsa, bunaqa holatda yozsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, rasmlarni tashab qo'yaman, qaysi darslarni qilishni. Bugun alif, ba va kaf harfini o'rgandik. Buguncha yetadi xudo xolasa. Keyingi harflarimiz bizda fa, to va lam alif harfi bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa buguncha yetadi. Assalomu alaykum.